Kanalimiz EXO. Bu furgon ortiqcha e'tibor tortadi. Biz iloji boricha shovqinsiz harakat qilishimiz kerak. Birinchi qism. Men buni qila olaman. Hammasi juda ham oddiy. Uni sotib olish unchalik qiyin emas. Jiyongi, olg'a. Tezroq, iloji bormi? Janursan, aqldan ozgan shekilli. Iltimos tezroq bo'ling. Gigiyenik takliflar. Sizdan 6500 won. Biror narsaga solib beraymi? Ha, tezroq. Agar ikkita olsangiz, uchinchisi bepul. Yo'q, rahmat. Hozir aksiya ketyapti. Agar o'zi bugun oxirgi kun. O yo'q. Yuzim yonib ketyapti. Uni ishdan bo'shatishadi deb umid qilaman. G'irt dovdirni o'zi. Ular kim bo'ldi? Nega ortimdan yurishibdi? Voy, endi 3 oy shu yerda turishimiz kerakmi? Ha. Ertaga bu yangilik hamma yerga tarqaladi. Nima? Voy, sekinroq. Nima? Hamma eshitishini xohlayapsanmi? Shuning uchun ham buni oldindan hal qilishimiz kerak edi. Bular o'zi kim? Nega Matildang bunchalik og'ir? Matilda? Yaqinlashmanglar. Ular meni o'ldiradi. Bu oy meni so'nggi kunim emas. Umrim davomidagi so'nggi kunimmi? Nima qilsam ekan? O'zimni o'lganga solsammikan? Yaqinlashmang. Yaxshimisiz? Ashaddiy qotillar. Nima? Unga nima bo'ldi? Tomin ketdimi? Yangi qo'shnilar ko'chib kelibdi. Qo'shnilar? Ha. Oyimning aytishlaricha, ular kelishgan yigitlar ekan. Xo'y. Nimalarni xayol qilishni boshlading? Ay sen, chiqib ket. Yo'qol. Shunaqa ham bo'ladimi?
Kelishgan yigitlar dedimi? Men juda ham go'zalman. Nonushta tayyor. Tur. Bo'ldi, uravermang. Tur. Tur deganda turish kerak. O'zing xohlaganingdek yashashni xohlasang, ijaraga pul to'la unda. Shu uyni nimasiga pul to'lashim kerak? Siz bu dunyoda o'z qizidan ijaraga pul so'rayotgan yagona ona bo'lsangiz kerak. Onang bilan shunday gaplashyapsanmi? Demak, uyqudan turding. Nonushta tayyor. Ertaga bu yangilik hamma yerga tarqaladi. Malla soch qiz o'g'irlandi. Ma'lumot yo'q. Nima? Hali ma'lumot yo'qmi? Exo ishtirokchisi Suxo jarohatlandi. Konsert bekor qilindi. Gain bu xabardan juda ham siqilayotgandir. Jiyungi! Tez tush! Hozir boraman. Yangi ko'chib kelganlar yosh yigitlar ekan. Nimalarni xayol qilyapsan? Nima? Hech narsa o'ylaganim yo'q. Agar ularni ko'rsang, mana buni berib qo'y. Yodingdan chiqmasin. Nega o'zingiz bera qolmaysiz? Men ishga borishim kerak. U dars tayyorlash kerak. O'zimni shirin to'yim. Ovqat yoqdimi? Aytilgan ishni qil. Yoki ijara to'la. Xo'p, dedim-ku, ijara haqida eshitish jonimga tegdi. Nima, shu ahvolda chiqmoqchimisan? Birinchi taassurot juda ham muhim. Bo'ldi-da endi, intervyuga ketmayapman-ku. Rayonimizga xush kelibsiz. Tanishganimdan xursandman. Agar sizga yordamim kerak bo'lsa, yaxshi qo'shni bo'lamiz degan umiddaman. Salom. Biz kartani olib ketgani keldik. Marhamat. Ahmoq, nimani ham kutganding? Yoshim 23 da. Eng gullagan davrim. Lekin haligacham yigitim yo'q. Tanishganimdan xursandman. Salom. O'ta nozik dab ham emasman. Yigitlar bilan uchrashuvga ko'p chiqqanman. Lekin katta kamchiligim bor. Kechir, biroz kech qoldim. Nega ko'rishni xohlaganding? Biror aytadigan gaping bormi? Haligi 그건 바로 yoqtirgan yigitim oldida toshdek qotib qolaman. Nega jim turibsan? Va yuzim qizarib ketadi. Men ketdim. Oxir oqibat qip-qizil toshga aylanaman. 어쩜 Biror yigitni yoqtirib qolsam ham, 사랑에 빠진데도 baribir toshdek qotib qolaveraman. 이게 뻔했다. Umid qilishdan foyda yo'q. 희망인 거다. Ko'nikishga to'g'ri keladi. 이게 다 몰카예요. Bir ham yoqimtoyki. 야 씨! Hoy, jim bo'l. Oyi, mana buningizga nima bo'lgan o'zi?
Opa, qo'shnilarni xunuk ekan degandingiz-ku? Ha, bundan xunugi bo'lmaydi. Demak, qo'rqinchlilar hozir shunaqa bo'larkanda. 지금 별로 그렇게 어려운 콘티가 아닌데 집에 Opa, mana shu televizordagilar ham xunukmi? 거울 봐. Oynaga qarasang, xunuk narsani o'zing ko'rasan. G'alati-yu. Ular ham bizni qo'shimizga o'xsharkan. Ko'rmisan o'zi? Eksoni kim bilan solishtiryapsan o'zi? 말라고. 아유, 치워. Mana buni qo'shnilarga olib bor. Xap. Nima? 떡이야. Bu guruchli kulchalar issiqligida olib bor. 갖다 줘. Nega unday qilasiz? Shuni olib bormasak ham ular yaxshi yashayapti. 그러게 어쩌면 인터넷 검 Agar qorni och qolsa, ovqat buyurtma bersa bo'ladi-ku. 직접 먹었잖아. Salom salom. Xona izlayotgan edingiz, to'g'rimi? Menda xona Kimdir bormi? Nega hech kim yo'q? Bularni sovumasdan yeyish kerak edi. Hidini ajoyibligini. 너 뭐야? 맙소사. Bizni qo'shnilarimiz Exo ekan. Sizlar bilan aydab guruhi bo'ldi. Agar bu mini daramani yana ko'rmoqchi bo'lsangiz, guruhimizga qo'shilib, o'z istagingizni yozib qoldiring yoki kommentariylar orqali buni yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Uchrashguncha, xayr. 웬일이야? 내가 우리 옆집에 남자를 이사 왔다 했잖아. 그게 엑소라고. 안 돼. 그거 내가 다 망쳐버렸어. 야, 동네도 조용하고 우리 임시 숙소로는 딱이다. 문제가 있다. 뭔데? 야, 우리 옆집이라 그랬지? 야, 걔도 독특한데? 그래. 네가 전생에 나라를 구했다 치자. 그럼 이 좋은 게 그냥 날리면 안 되는 거지. 설마 우리 스토커 있어?